Mamlakatimizda giyohvandlik vositalari savdosiga qarshi kurashish doirasida Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan ichki ishlar va bojxona organlarini jalb qilgan holda o'tkazilgan tezkor tadbirda Davlatobod tumanida istiqomat qiluvchi 1982-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxsning yashash xonadonida tashkil qilingan narkolaboratoriya fosh etildi. Tezkor tadbir davomida ushbu manzildan 1 kilogramm 119 gramm gashish, 111 gramm marixuana, 493 gramm kukunsimon moddalar, sintetik narkotiklar tayyorlashda foydalaniladigan formulalar ro'yxati yozilgan varaqlar, turli xildagi kimyoviy suyuqliklar, giyohvandlik vositalarini qadoqlashda ishlatiladigan selofan paketlar, respiratorlar, elektron tarozilar, quritish moslamalari va boshqa asbob-uskunalar hamda texnik vositalar ashyoviy dalil sifatida olindi. O'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida fuqaro yashash xonadonida birdan elektron tarozi varanka mana ichida yashil dog'lari bor, ko'ryapsizlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta o'ziga rangi o'tkir xitli giyohvandlik vositasiga o'xshash moddalar, shuningdek kukunsimon sariq rangli yashil salofan paketda oq o'tkir xitli kukunsimon bilan quritilgan o'tkir xitli o'simlik giyohvandlik vositasiga o'xshash vositalar mana bir juft maxsus perchatka himoyalanish turli o'tkir xitli suvlar, idishda suyuqliklar borligi aniqlanmoqda. Hozirda mazkur holat bo'yicha ushbu shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 25 orqali 273-moddasi 6-qismi A bandi hamda 276-prim 1-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda giyohvandlik vositalari savdosi bilan bog'liq holatlarga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.